Siz olimpik tanhareket musobaqasidan qanday kelib chiqqanligini bilamsiz? Nima uchun necha yuz ming yillik davomlashni boshdan kechirgandan keyin olimpik tanhareket musobaqasida ilgari mavjud bo'lgan ba'zi klassik turlar tadrijiy yo'qolib ketadi. Hatto ba'zi musobaqa turlari bevosita qor tizimga kirgiziladi. Ajaba ular rasululloh musobaqa hisoblanmamdi? Agar siz bundan qiziqsangiz, Sinchaq salonining bugungi tumisini oxirigacha ko'ring. Ham Sinchaq salonini qo'llab, yo'ltuz belgisini besib qo'ying. Eng oxirida bu video orqali siz olimpik tanhareket musobaqasiga nisbatan qaytadan tunishga ega bo'lishingiz mumkin. Siz eng burungi olimpik tanhareket musobaqasining qachon ekanligini eslaysiz. 2008 yildagi Beijing olimpik tanhareket musobaqasimi yoki 2004 yildagi Afina olimpik tanhareket musobaqasimi? Agar siz 2000 yildagi Sidneyni deyalsangiz, undaqda sizni xeyli munavvar odam ekanligingizni bilib olg'ili bo'ladi. Chunki davomli oldi surish qilsak, ko'pincha kishilarda boshqa ta'sirotmi yo'q. Shunga olimpik tanhareket musobaqasi zodi qachondan boshlangan? Balkim o'ylab yetolmasligingiz mumkin. Olimpik tanhareket musobaqasi mavjud bo'lib turgani necha ming yil bo'ldi. Milodiyatdan ilgarigi 776-yilda tunji navbatli qadimki zamon olimpik tanhareket musobaqasi qadimki Yunondagi Olimpiyada o'tkazilgan. Shunga eng burun qismi Olimpiya mahorat musobaqasi bo'lib, keyingi olimpik tanhareket musobaqasi deb o'zgartirilgan. Undaqda siz buni olimpik tanhareket musobaqasining manbasi deb qaramsiz? Amaliyotda qadimki Yunon madaniyatida yezib xotirlashdan burunlar balkim haqiqiy ma'nodagi olimpik tanhareket musobaqasi baliq kelib bo'lgan bo'lishi mumkin. Chunki qadimki Yunonda avloddan avlodga davomlashib kelgan afsonalarda ilohlar otasi Zeus Taytanrosni mag'lub qilgandan keyin xalqimiz shundaq yillik yig'inga o'xshash tabriklash faoliyatlarini o'tkazgan hamda bir qancha yilda bir qatim bu yerga kelib mahorat sinishish elib borgan. Balkim bu ularning nazaridagi olimpik tanhareket musobaqasining haqiqiy manbasi bo'lishi mumkin. Garchi ko'p yozma xotirlar bo'lmasa-mu, lekin keyingilar yana Olimpiya shahri ichidagi xaroblardan ba'zi olimpik tanhareket musobaqasining yuvuchilarini topgan. Masalan, bu rasm qarasangiz, uni olimpik tanhareket musobaqasi bilan bog'lash nihoyat tez. Qarmoqqa nihoyat odatlikcha ko'rinadigan toshtaxta yo'li xolos. Lekin bu haqiqatan hozirgacha xotirlangan bir qadar uzun tarixga boshini siziqi. Chunki qadimki zamon tanharketchilarining hozir qo'g'ishish aslahalari to'liq emas edi. O'tiqlarda mohirlar yalangoyoq musobaqa qatnashadi. Mohirlar aql parosatini joriy qildirib, futbolmoqlarni imkoniyatning boricha toshtaxtaning o'tirisiga ikki eriqcha ichiga tiqib, palladan chiqib suratni oshiradi. Sizni texmi hayron qoldirgan shuki, tunji navbatli qadimki zamon olimpik tanhareket musobaqasida rasululloh faqat mushu yugurish turli bor. Uning ustiga musobaqaning umumiy uzunligi 192,127 metr. Bu sonni ko'rib gangrab qoldingizmi? Qaysi yugurish musobaqasida yuzlar xonasigacha oladi. Amaliyotda bu sonning kelish manbasi bor. Rivoyat qilinishicha qadimki Yunonning yerim ilohi Herakles butining uzunligini 600 ko'paytirib chiqargan ekan. Herakles qadimki Yunon afsonalaridagi eng ulug' qahramonlarning biri. Shundaqla kuch va mahorat tang mavjud bo'lib turishining namoyandasi deb qaralgan. Shunga u qadimki Yunonliklarning nazaridagi olimpik tanhareket musobaqasining eng mukammal obraz vakili bo'lib qolgan. Garchi qadimki Yunon madaniyati orqali olimpik tanhareket musobaqasining kelib chiqishini tushuntirmoqchi bo'lgan bo'lsa-mu, lekin real turmushda kishilar olimpik tanhareket musobaqasining haqiqiy kelish manbasi ustida izlanganda qayerdan qo'l silishni bilolmay qolgan. Qandoqla bo'lmasin davr orliqi bek uzun, ham munosabatlik yozma xotirlar yo'q. Shunga hozir ko'p sonli olimlar qadimki zamon olimpik tanhareket musobaqasini milodiyadan ilgarigi 776-yil borliq kelgan deb qaraydi. Hamda 1170 yillik varislik qilishni boshdan kechirgandan keyin, ya'ni milodiya 394-yili qadimki Rim podshohi olimpik tanhareket musobaqasini bidat harakat deb qarab, bevosita amaldan qoldirgan. Shunga to'xtatish 1500 dan ortiq vaqt damlashgan. 1892-yilga kelganda bir fransiyalik butun dunyoni olimpik tanhareket musobaqasini qaytadan boshlashga murojaat qildi. Shuning bilan oradan 4 yil o'tgandan keyin yana 1896-yildagi olimpik tanhareket musobaqasi rasululloh qayta tirildi. Ko'pchilikni murojaat qilgan bu odam dal hozirgi zamon olimpik otasi Perdi Kubortan. Hozirgi zamon olimpik tanhareket musobaqasi o'tkazilgan dastlabki mezgilda Qing sulolasining oxirgi mezgilida taklifni qabul qilgan. Elimiz mohirlarining tunji navbatlik olimpik tanhareket musobaqasiga qatnashish fursati bor edi. Lekin tashkiliy komiteti taklifnoma avatganda xonani siyishi junguliqlarni tantarbiya musobaqasiga qatnashtirish qo'shilmadi. Shunga taklifni bevosita rad qilgan. Biz junguliqlar musobaqadan tunji navbatlik olimpik tanhareket yig'inini qo'ldan berib qo'ydik. Albatta, Qing sulolasining oxirgi mezgillaridan boshqa yana mutlaq ko'p sonli davlatlar musobaqaga qatnasha olmagan. Sababi olimpik tanhareket musobaqasi o'qimini ancha tushunib ketmaydi. Biroq hozir dastlabki mezgilda o'tkazilgan olimpik tanhareket musobaqasining butkul jarayonini qaraydigan bo'lsak, haqiqatan odamni aqli yetmaydi. Masalan, ayni vaqtda musobaqa qatnashadigan mohirlar cho'qim ishdan sirqa havaskorlar bo'lishi kerak. Kasbiy tanharketchilarning musobaqa qatnashishiga ruxsat qilinmaydi deb belgilangan. Tekshirish jihatimi musobaqa tashkiliy komitetining tuyg'usiga asosan mohirlarning ishdan sirqa yoki kasbiy ekanligini belgilagan. Ilgari bir musobaqa qatnashuvchi bor edi. Bu Italiyaning bu qatimgi olimpik tanharket musobaqasi avatgan birdan-bir mohiri. Natijada tashkiliy komitet uni kasbiy tanharketchi deb qarab, uni musobaqa qatnashtirmagan. Yana ba'zi mohirlar olimpik tanharket musobaqasiga qatnashsin bo'lgan, qatnashmasin bo'lgan pozitsiyada bo'lib, o'z oldiga tashkillab xarajat yiqqan. Maqsadi faqat Yevropaga borib sayohat qilish uchun. Shunga musobaqa qatnashga tizimga oldirgan. Yana texmi haddidan eshib ketgan yeri shuki, ayni vaqtda olimpik tanharket yig'inda bir turlik yer shari xarakterlik talashlarni keltirib chiqargan belgilama bor bo'lib, u bozma ayollarning musobaqaga qatnashishga ruxsat qilmaslik edi. Bu g'alati belgilama ayni chog'da ko'p sonli kishilarning qarshiligiga uchragan. Hatto yana bir gretsiyalik ayol erlarning marafon yugurish musobaqasi oxirlashib 2-kuni o'xshash yo'lni bo'ylab butun musobaqani besib bo'lgan. Shu orqali belgilamani o'zgartirishni talab qilgan. Shuning bilan keyingi navbatdan boshlab bu belgilama rasululloh amaldan qoldirilgan. Garchi ayni vaqtda bunga o'xshash g'alati ishlar nihoyat ko'p bo'lsa-mu, ammo solishtirganda kishini texmi hayron qoldirdig'ini, yana olimpik tanharket
musobaqasidagi musobaqa turlari edi. Masalan, tarixdagi odamni eng qiynaydigan harakatlarning biri bo'lgan velosiped musobaqasi. Tunji navbatlik Olimpik tanharakat yig'inida velosiped minish musobaqasi bor bo'lib, Alloh to'g'risida belgilam yo'q edi. Ammo uning musobaqa qoidasi odamni xilli qiynaydi. Tanharakatchilar soat 5 dan boshlab tushdan keyin soat 5 gacha aydisa, uni musobaqani tamomlagan bo'ladi. Ya'ni to'p-to'g'ri 12 soat minadi. Musobaqa sharoiti bek ichinchlik bo'lg'achqa nurg'un mohirlar minib ketib o'tib uxlab qoldi. Shu yili faqat 2 mohir oxirgi nuqtaga aram minib berib, mukofot eli sahnasiga chiqdi. Hatto 3 medalga to'liq erishadigan odammi chiqmadi. Oxirida ular ayrim-ayrim holda birinchi bo'lgan odam kumush medal, ikkinchi bo'lgan odam mis medal shon sharafiga erishdi. Albatta, yana to'xmi g'alati musobaqalar bor. Masalan, otustida yiroq sakrash musobaqasi. Olmoqqa Olimpik tanharakat musobaqasi bilan hech qanday munosabat yo'qdek ko'rinsa-mu, ammo bu musobaqa haqiqatan mavjud. Ayni yili Olimpik tanharakat musobaqasida chempionlikka erishgan bu otning yiroq sakrash rekordi 6.1 metr bo'ldi. Garchi bu aniq odamlarnikiga yetmagan bo'lsa-mu, lekin ayni vaqtda otning ustida odam minib olgan. Shunga eg'irlik eshib ketganlik sababidan otmi o'z rolini yaxshi joriy qildira olmagan. Oxirida kishilar bu musobaqaning tanharakatchilar bilan ancha munosabat yo'q deb qarab, keyin bu musobaqani amaldan qoldirdi. Amaliyotda dastlabki Olimpik tanharakat musobaqasida mavjud bo'lgan bir qism g'alati musobaqalardan yana nurg'uni bor. Masalan, zo'ravonlikqa to'lgan qurolliq etishish, binam yerdan piyes terg'onga o'xshash arg'amchiga yomish musobaqasi, yana havo shariga o'ltirib yiroq uchish musobaqasi, hamda Kobortun o'zi o'ttirib qo'ygan san'at bo'yin musobaqasi qatorliqlar. Garchi yuqorqi musobaqalarning hammasi amaldan qoldirilgan bo'lsa-mu, ammo Olimpik tanharakat musobaqasi uzluksiz mukammallash jarayonida bu musobaqalarning hammasi Olimpik tanharakat musobaqasi uzun buyon esdan chiqmaydigan jarayonlarga aylandi. Shunga ko'ra bu yer kelganda sizning Olimpik tanharakat musobaqasining buruni bilan hozir qarta yangi tunish paydo bo'ldimi? Agar sizni keyingi navbatlik Olimpik tanharakat musobaqasiga yangi bir musobaqa turi qo'shing desa, siz nimani qo'shasiz? O'ylaganlaringizni inkoslarni qoldiring. Sinchiq salonning bu son mazmuni mushada yaqbashdi. Agar Sinchiq salonning mazmunlarini yoqtirsangiz, ham Sinchiq salonning